Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan navbatdagi tajriba ishini olib boramiz. Bugungi tajriba ishi mavzusi nuqta kinetik energiyasining o'zgarishi haqidagi teoremani tajribada qo'llash. Bu tajriba ishining maqsadi kopyor mayatligini namunaga urilish tezligi va qanday kuch bilan urilishini aniqlashdan iborat. Bu tajriba ishida kerak bo'ladigan asbob va jihozlar: kopyor mayatligi, namuna va sekundomer. Tajribani kopyor mayatligi yordamida olib boramiz. Kopyorning asosiga og'irligi 75 newtonga teng bo'lgan po'lat ustun mahkamlangan. Demak, po'lat ustunning markazidan to mayatning markazigacha bo'lgan masofa 380 mm yoki boshqacha qilib aytganda yelkasi 380 mm ga teng. Bu tajribani 3 xil burchakda olib boramiz. Dastlab 90 gradus burchakda, 145 gradus burchakda va 160 gradus burchakda olib boramiz. Namunani mayatlikka o'rnatamiz. Burchakni dastlab 90 gradus holatda o'rnatib, mayatlikni ishga tushiramiz. Po'lat yuk mayatlikka kelib urilganda sekundomerni to'xtatamiz. Mayatlikni ishga tushiramiz. Nol butun 34 sekundda kelib urildi. Tajribani burchakni o'zgartirib davom ettiramiz. Burchakni 145 gradusga o'zgartirdik. Uskunani ishga tushiramiz. Sekundomerga qaraymiz. 0,56 sekund. Tajribani 160 gradus burchakda davom ettiramiz. Boshladik. Bir butun 8 sekund. Olingan natijalarni jadvalga kiritib, kerakli bo'lgan kattaliklarni hisoblaymiz.